8,55,000 bilan boshlaymiz jigar. 3-8 darsdan. Родной vampirchikdan ko'ramiz. Hammaga assalomu alaykum. Qarchi onasini yemsan, o azart shunaqangi yongan, endi qo'yaverasiz. Biz desam tiqib tashlayapti, bor-ku kontoralar barchasi biladi. Nima bo'lyapti? Xuyet qilyapman o'zim ham. Bilan nima bo'lsa ham yaxshi joningdan 7,900,000 ko'ttingga uray. Danu kristal. Bila shunaqangi yonyapti azart, necha kundan beri tiqyapti bor-ku onajonisinikiga biladi. Pizdets naxuy na, biladi, urib ber bitta. Suka. Bila o'xshab bersa o'xshab berdi, biladi, shunday tiqib tashlayapti azart. Onajonni yemsin biladi, ko'ttingga uray. Necha kundan beri tortib ketyapti bor-ku, to'g'risini aytsam yana. Gapirtirvor bitta, xuyet qilay bitta, qani onajonni yemsin. Bunni olib bunga, bunni olib bunga. Yaxshi 5 million naxuy. Bila kattaroq summada o'ynaganing bila mana shu joyi zo'r shto. Bitta berganda krupni beradi, lekin bermasa naxuy biladi, oqizib sudrab olib kirib ketadi bor-ku. Chiqqan joyinga tiqib boradi jallab biladi. Bila 0,3 deydi. Ko'ttingga uray 0,3 biladi. Bila nima bo'lsa ham chotki qilib bersin ish qilib. Bitta qizil xuyet qildi, naxuy. Olsang qani o'xshab ber endi. Ya jallab, ko'ttingga tiq. Oq o'xshadi, yaxshi 10 million. Ko'ttin yana bitta. Yana bitta izdan urvor, voy jallab. Qiyin bila. Izidan. Yaxshi 5x 508. Naxuy. Voy jallab. Xuyet 15 16x beriyor 66 ko'tini gapirtirib yubordi-ku. Voy nima qilib tashladi? Xuyet bila. Voy jallab, mana shu joyda to'xtatib surib yuboradigan joyi-ku. Voy naxuy 3 daqiqada xuyet qilsa bo'ladi 8,55 ni. Onajon yemsin bila. Beryapti bor-ku 3-8 xuyet qilsa bo'ladi bila. Topdimmi, ushladimmi deymanda bila yana kristal. Qani ketdik. Tirs urib ber bitta. Bila boshlang'ich 3 daqiqani ichida urib berdi lekin. 1 daqiqa bilad vampirchada ketganda ham boshlang'ich 2 daqiqada. Qani yana bitta urib ber. Ko'tini gapirtirib yuborgin iltimos. 100 million qor to'xtatib yuboraman shu joyda biladi. Lab mana xuy. 8x 97 axuyitilni bor-ku, voshshi pizdes qilyapti bor-ku, nima qilib tashlayapti bu 38. Kallanga axuyet 223 voshsiz bila qani pizdes xuyet qilsa bo'ladi. Katta tavakkal bilan katta risk bilan katta yo'qotishlarga yoki katta natijalarga olib keladi bor-ku biladi. Pizdes necha kun bo'lib tiqayotgandi bor-ku, endi o'xshab beradi. Qani joningdan ekan aylansin. Yaxshi. Ketdi bu yog'i endi. Qani bangillat portlatib tashlab jalab. Qani ozgina tirsillatib ber jallab. Oqizma faqat. Yomon beryapti lekin xuyet qilsa bo'ladi. Bunaqasini bilan ancha bo'ldi bilad olmagandim bor-ku. Pizdes adrenalin qo'yordi-ku bu bilad. Azartni ham onasini yemdirdi, adrenalinni ham onasini yemdirdi bu. Voy jallab.
Ko'tini gapirtirgin bitta yana. 8x danmi 10x danmi ber. Boyagidek 15x berib yuborsang вообще pizdes xuyet qilardim. Qizil yo'qmi izidan? Yaxshi. Ko'tini gapirtir. Yo'q, kamroq gapirtiryapsan-da ko'tini bilan. Summa tushirgan bo'ldi-da, bo'lmasa summa tushirmaganda уже 100 ga urib berardi bu bor-ku bilat. Qani? Yaxshi. Voy joningdan ekan aylansin. Chakkimas bilan ko'taradigan vaqti ekan, onasini yemsin bilat bilganda, oldindan nima bo'lishini bilganda bilat ko'tini gapirtirib tashlasa bo'lardi bor-ku. Afsus, uni iloji yo'q. Qizillar izidan naxoy. Ot joningdan. Yaxshi. Mana senga. Danon naxoy bila. 100 million. 100 million bo'lsa suraman naxoy degandim. Ko'tini gapirtirdi bor-ku bilat. Danon naxoy. Hali ham podpiska bo'lmay kuzatayotganlar podpiska tashab qo'yinglar deyman do'stlar. Короче, bizdes bundan oldingi qo'ygan YouTube'ga qo'ygan videom onasinikiga kirib ketdi, nimadir bo'ldi. YouTube'ni o'zi o'chirib tashladi. Onasini yemsin. Короче, mana shu videoga rozыгрыш qilaman. Bu video agar 300 ta like YouTube kanalda mana shu video 300 ta like, 200 ta kommentariy yig'sa, bu realniy, lehko. Bundan oldingi video endi уже bo'ldi, endi tamom degandi bor-ku. O'sha video uchun ertaga yoki indinga cho'tal qilib yuboraman. Mana shu videoni qo'yganimdan keyin Telegram kanalga обязательно podpiska tashab qo'yinglar. Mana shu videoni qo'yganimdan keyin 12 soatdan keyin yoki 13 soatdan keyin cho'tal qilib yuboraman. Agar mana shu video o'xshab bersa albatta. Oxiri oqizib tashlamasa bo'ldi. Chunki ehtiyot bo'laman bu yog'iga. Yana bilmadim. Уже yetarlicha bo'ldi. Na samom деле rozыгрыш to'xtatib qochadigan ham vaqti bo'ldi. Onasini yemsin. Yana ozgina ishlab olsam xalaqit qilmaydi. Так что do'stlar, hali ham obuna bo'lmay kuzatayotganlar Telegram kanalimizga podpiska tashab qo'yishni unutmanglar. Telegram kanalimizga stavkalar, rozыгрышlar barchasi Telegram kanalda bo'ladi. Shart, короче, mana shu video YouTube kanalda 300 ta like, 200 ta kommentariy yig'sa, Telegram kanaldagi obunachilarimga $100 shunday tarqatib yuboraman joningdan. Ekan aylansin, qizillar ham yo'q, ketdi bu jallab. Yaxshi. 608 naxoy ko'tini gapirtirib yubordi-ku bu. Так что do'stlar, Telegram kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin обязательно. Sizdan podpiska, like, bizdan chiroyli azartli o'yinlar o'ynashni hech kimga maslahat qilmayman. Ayniqsa yangi endi kirayotgan o'yinchilarga umuman kirishni maslahat qilmayman. Chunki bu azartga bitta kirib olsangiz, onasini yemsin, azartdan chiqib ketishingiz qiyin bo'ladi. Azartda yurgan bolalar biladi buni. Bular gap bilan bo'lib yana yaxshi. Так что, блядь, o'ynashni umuman maslahat qilmayman yangi o'yinchilarga. Agar siz eskidan o'ynab yurgan bo'lsangiz, ehtiyot bo'lishingizni maslahat beraman. Faqat hech kimga o'ynab bermayman. Ko'pchilik yozadi yoki yozmaydi ham, просто ID akkauntlarni pul bilan tashlab yuboradilar, borku o'ynab bering deb. Yo'q, unaqa ham qilmayman. Kirmayman ham, o'ynab ham bermayman. Chunki o'zim bilaman qancha yutqazishlar davomida bundan natijalar bo'lyapti. Onasini yemsin, kontora hech qachon minusda qolmaydi deb o'ylayman. Yana bilmadim. To'g'ri, siz plyusga chiqib olishingiz mumkin qaysidir payti, qanchadir muddatga. Lekin azart borku, onasini yemsin, baribir o'sha chiqqan joyingizga olib kelib tiqadi. Necha barobar qilib tiqadi. O'shaning uchun bilan umuman maslahat qilmayman. Ona joningni yemsin, gap bilan bo'lib pizdes oqizib yubordi-ku bu. Ko'ttinga urayjalar.
Pizdets, xuyet qilsa bo'ladi. Bala, o'xshab bersa bo'ldi endi bu video yaxshi. Qani, oq. Voy, ko't bachcha bilat aytgan payting aytganini tashlaganda, ya 5x yaxshi. Azart joningdan mana azart pizdes yomon narsa. O'shaning uchun bolalar umuman ehtiyot bo'lishingizni aytaman. Azartdagi bolalar buni biladi. Так что kanallarimizga o'tib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Ketdik onasini emsin. Bilaman, mana shu bitta o'rtada qizil xuyet qilsa bo'ladi, borku buzadi bilatchalar. Bitta ko't bilat butun to'dani buzib yuboradi naxo'y. Yechalar. Ko'tinga ko'pchilik kommentariyalarda ham yozadilar, onasini emsin. Shunaqangi asabing o'ynaydi, ko'tinga bilat. Qani, o'xshasang o'xshada jalla. Bitta 10x, 15, 16x quvor boyagidek bitta qilsang sendan nima ketdi jalab. Yaxshi 09 faqat yash qizil oq izidan qiyin o.